Vay biz Umra safarga keldik. Allah'a şükür. Bizde hacı başımız Ali Hacı balavuz. Rəscə yaxşı xidmət qıldı. Mindən min razıyız. Allah razı olsun bu balavuzdan. Biləyim, davanda men niyeti olsa niyetiga yetib, elga xidmət qılıb жүрgənin nəsib qılğan olsun Pərverdigarım. Allah. Ali balam yaxşı ekan. Ötə yaxşı xidmətlərni qıldı. Bizni qayerga olsa aparıb kelib jetadi. Hech qiynalganımız yo'q. Yaxşı adamlarga joliqqan ekan, biz maqsadiga yetsin. Biləyim, ömürləri uzun olsun, balaların çakalı olsun, ölsün, ötsün. Özlerden köyüp köptüp, Atanesiye hizmet kılıyor, en yüksek hizmet kılan ballardan bol yürüversin oğlum Allah'ım. Ali balam öte mıhtı hizmet kıldı, rahmat balam. Ömrümüzün olsun, köp yaşa. Oğlumuz Umra safarida bizni rosa yaxshi olib yurdi. Bizni bolalarimiz ham Ali bolamga o'xshasin, qori qurabo bo'lsin, xizmatlariga Alloh rozi bo'lsin. Allohu akbar. Ali bolamiz bizga shunchalik xizmat qilyapti Alloh uyida. Ilohim, yana shu kelayotgan bütün bandalarning xizmatida bo'lyapti. Unga obro'siga obro', ilmiga ilm qo'shilib, har doim elda xizmatda yuradigan yigitlardan bo'lsin. Allohu akbar. Amin. Ali bolamizga rahmat, umri uzoq bo'lsin. Olib ketdiki, bizni xizmatlarimizni qiladi. Tani joni sog' bo'lsin ilohim. Nima niyat maqsad bo'lsa, maqsadiga yetsin. Nevaralarim, o'g'lilarim ilohim shu Aliga o'xshab katta bo'lsin, aqlli, xushli bo'lsin. Allohim Ali bolamizni bizga boshliq qilib, Allohim jannatida rahmat. Bizga yaxshi xizmatlar qilib, yaxshi qayerga desak olib borib, yaxshi xizmat qilyapti. Umri uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Joni sog' bo'lsin, oltin boshi ormon bo'lib, sog' salomat kishilar shunday martabat bo'lib yuraversin. Hacı boshlig'imiz Ali bolaga joni sog' bo'lsin. Bizni olib kelishga Alloh nasib qildi. Bundan ham bartavayz balat bo'lsin. Inimizga ilm qo'shilsin. Ömrünüzge ömür koşulsun, iki dünyası kam bulmasın. Allahu Ekber. Ali bolaga rahmat. Bizni qayerga desak, o bordi xizmatiga ming rahmat. Qayerga desak, yo'q demay o bordi. Bitta odam ham umra qildirgani, o borib, o'zi olib keldi. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Ali bolamizga mana shunday chiroyli xizmatlarni qilib, bizni shunaqa chiroyli joylarga olib kelib, yaxshi joylarni savob qildirib, mana shunday ulug' joylarga olib kelib xizmat qilganiga behisob rahmatlar bo'lsin. Ilohim tani joni sog' bo'lsin, rizq nasibalari ulug' bo'lsin. Bundan keyingi ishlarga Alloh hamisha omadlarini berib, ilohim hayotida nima yaxshi kunlar bo'lsa, Allohim mana shu bolaga ato etsin. Shu Ali hoji bizni safarboshimiz. Alloh taolo umrini uzoq, rizqini baland qilsin Allohi banda. Rahmat shu bolaga umri uzoq, rizqi baland bo'lsin Allohim. Biz ne'matdan rozi bo'lsin. Yerliga yurtiga xizmat qilib, yaxshi shirin so'zlaringni aytib yursa, Allohdan so'rab qolaman. Ana amin Alloh başlar. Anaji, Allah razı olsun. Umrundan bereket yap. Allah işlerin iyilik versin. Alika Allah razı olsun. Bizni öte silap merimdi, olup aparıp silap aparıp geldin. Kam bo'lg'in, Allohim razı olsun. Iki dunyo baxtli bo'lg'in. Umring uzun bo'lsin. Yaxshina qizga jolg'ib, sayliqa qizga jolg'in deydi. Ali balam birinchidan umring uzun bo'lsin. Ikkinchidan sizlarga kuch-quvvat bersin. O'zingizning emgagingizga oqtab, odamlarni mana umraga olib kelib, barini duosini olib sizlarga chin sog'lik, den sog'lik bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Qilgan baringiz umrangiz Alloh taolo qabul qilsin. Rahmat, xizmating zo'r bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh ishlaringizni rivoj bersin.